Mana bu asosiy tok. Bu asosiy tok. Tashqari stochidan kelayotgan tok. Bu ikkinchi kabelimiz bo'lsa, yuqoriga mana patolotga chiqib ketyapti. Bu yerda shunday bo'ldiki, uy egasi, buyurtmachimiz mana shu bir dona klavishli yonadigan rozetkani ikkitalik qilishni xohlab qoldi. Buning uchun devor tayyor, endi buni buzishni iloji yo'q. Shuning uchun tepaga bir dona sim ketgan. Shu simni yoniga yana bir kabel qo'shimcha qo'shishimiz kerak. Sababi mana bu joydagi joyga biz ikkitalik ikki klavishli kulchatini o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Mana endi hozir bu yerda mana bu faza bilan fazani bir-biriga ulaymiz. Tashqarida shitdan kelayotgan fazani, shitdan kelgan kabelni, yuqoriga chiqib ketayotgan kabelni fazalarini ulab chiqamiz. Sababi bu yerda boya aytib o'tganimdek, faqat bir dona kabel tashlangan. Двойной klavishli выключатель bilan yoqishga to'g'ri kelmoqda. Shuning uchun mana shu usulni qo'llashga to'g'ri kelyapti. Mana fazani tiqib qo'ydik. Va mana bu bizning zazemlaniyamiz ham kerak emas. Mana endi bu yerda faqat 3 dona bizni simimiz, kabelimizdan chiqqan simlar qoldi. Endi mana двойной выключательni o'rtasiga yuqorida kelgan simlarni ulab chiqamiz. Mana bu asosiy shitdan kelayotgan nolni выключателimizni o'rtasiga ulashimiz kerak. Va yuqoridan kelayotgan kabeldan chiqqan ikkala simni ikkala chetiga ulaymiz. Ko'rib turganimizdek, shitdan kelgan nol, yuqoridan kelayotgan ikkita nol. Fazani esa ichkariga joylab qo'ydik. Mana endi to'liqroq ko'rsatmoqchiman. Shitdan kelayotgan kabelning fazasi yuqoridan tushgan kabelning fazasi bilan plyusga deb aytsak ham bo'ladi. Bir-biriga o'rab, sko'chlab ichkariga tiqib qo'yamiz. Va shitdan kelayotgan, gilamdan kelayotgan nolni выключательni o'rtasiga ulaymiz, neytralga. Va yuqoridan kelayotgan kabelni, ikkita kabel kelayotgan kabelni ikkala chetiga ulab qotirib qo'yamiz. Shunda ikkala chet yonishni boshlaydi. Mana endi xudo o'zi shitni yoqamiz. Mana ko'rsatish uchun bitta lampochkam yondi. Va ikkinchi lampochkamiz mana